Assalomu alaykum do'stlar, hammangiz salomat yaxshi turibmisizlar? Hozir hammanglar qachon bu kasallik tufaylidan, ya'ni Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan bu koronavirus tufaylidan maktablardan ta'til qilib, uylaringlarda dam olayotgan bo'lishinglar mumkin. Shundaymi? Endi biz bu jarayonda bu kasallikka qarshi o'zimizni qanday qo'llaymiz, o'zimizni qanday mudofaa qilamiz degandek, bu to'g'risida ota-onalar yoki o'qituvchilaringlar sizlarga buning oldini olish usullarini so'zlab o'tgan bo'lishi mumkin. Men bugun sizlarga biz bu virusdan qanday saqlana olamiz, qanday qo'ldan olamiz degandek, mushu haqda bizning diqqat qilishimizga tegishli bo'lgan 15 turlik intayin muhim qoidalarimiz bor. Men hozir sizlarga mushuni qisqacha bir so'zlab chiqaman. Biz mushularga erinmay diqqat qilib bersak, mushu deyilganlarga amal qilsak, bu kasaldan, bu virusdan yaxshi mudofaa qila olishimizga, yaxshi qo'ldan olishimizga intayin ko'p foydasi bo'ladi. Undaqda boshladik emas. Birinchi qiladiganimiz Allohga ko'plab duo qilamiz. Allohdan bizni va oilamizdagilarni, atrofimizdagi qarindoshlarimizni, do'st birodarlarimizni bu kasaldan sog'-salomat saqlab qolish uchun qanday qilar ekanmiz? Allohga ko'plab duo qilamiz. Ikkinchi qoidamizcha qo'limizni sopullab 20 sekund mushundoq ulab yuvib beramiz. Mushundoq qanday qilar ekanmiz? Ulab, sopullab 20 sekund yuvib beramiz. Mushundoq tushkurgan yoki o'tilgan vaqtimizni qanday qilishimiz kerak? Tozalik qog'ozlari bilan bu og'iz burnimizni to'sib olishimiz kerak. Yoki agar shu vaqtda yanimizda qog'oz bo'lmay qolsa qanday qilamiz? Bu joynikimiz bilan bu bo'yicha to'sib olamiz. Diqqat qiladigan 4-qoidamiz nima deganimizda kichik do'stlar, qo'limizni og'iz, burun, ko'z degandek bu a'zolarimizga tekkizmaymiz, o'ynamaymiz. Bulamda 5-qoidamiz, agar muhim bir ish bilan sirtqa chiqib qolgan vaqtimizda boshqa kishilardan eng oz 3-4 qadam uzoq masofada turishimiz kerak. Qanday qilmasligimiz kerak do'stlar? Boshqalar bilan oraliqimiz yaqin bo'lib qolmaslik kerak. Bulamda boshqalardan uzoq turishimiz kerak. 6-chi bo'lib diqqat qilganimizcha, bu oraliqda boshqa yerlarga bormaymiz. Uydagilarimizga, ota-onamizga meni sirtqa chiqqin deb ularni qanday qilmaymiz? Xaf qilmaymiz. Bulamda 7-chi qilib qanday qilamiz? Agar biz boshqa bir yerdan uyimizga kelgan bo'lsak, eng az 14 kungacha boshqa do'stlarimiz bilan, boshqalar bilan ko'rishmaymiz. Shu uyda vaqtimizni o'tkazamiz, o'rganish qilamiz, o'ynaymiz. Ota-onamizning bizga degani bo'yicha sirtqa chiqmaymiz, boshqalar bilan qanday qilmaymiz hamda ko'rishmaymiz. Bulamda 8-chi bo'lib nimaga diqqat qilamiz kichik do'stlar? Uyimizning havosini pat-pat almashtirib turamiz. Uyimizning eshiklarini, derazalarini qanday qiladi ekanmiz? Pat-pat ochib, sirtdagi sap havoni uyga akiramiz. Bulamda 9-chi qilib qanday qilamiz kichik do'stlar? Biz har doim ishlatadigan, qo'llarimiz tegib turadigan narsalarni tozalaymiz, shularni qanday qilamiz? Dezinfeksiya qilamiz. Eshikning tutqichlari bo'lamdi yoki jo'maklar bo'lamdi degandek, shundaq narsalarni cho'qim tozalab turishimiz kerak. Bularni asosan ota-onalar qilib berishi mumkin. Sizlar shu bo'yicha diqqat qilib yoki yordamlashib qilsanglar bo'ladi. 10-chi qilibcha o'zimizning shaxsiy tozalik buyumlarini o'zimiz shaxsiy ishlatishimiz kerak. Boshqalar bilan qanday qilmaymiz? O'rtaq ishlatmaymiz. Lo'ngi bo'lamdi yoki o'zimizning yostiq, kirlik degandek mundaq narsalarni cho'qim o'zimiz yolg'iz ishlatishimiz kerak. Bilib oldinglarmi? Undaqda diqqat qilamiz. 11-chi kiyimlarimizni yuvgan vaqtida cho'qim issiq suvda yuvishimiz kerak. Sizlarning ichinglarda balkim o'zining kiyimini o'zi yuvgan bolalar bak oz bo'lishi mumkin. Shundaymi? Bu jihatda cho'qim har birimiz ota-onamizga rahmat aytishimiz kerak. 12-chi qoidamiz nima kichik do'stlar? Boshqalar bilan ko'rishganda qanday biz qo'l ilishib yoki quchoqlashib yoki qanday kallamizni so'qashtirib degandek bu bo'yicha ko'rishmasligimiz kerak. Undaqda qanday ko'rishimiz? Mana bundaqa. Assalomu alaykum. Muhim bo'lgan qoidalarimizning diqqat qilishga tegishli bo'lgan nuqtalarimizninki 13-si nima deganimizda do'stlar? Tomoqlarimizni vaqtida yeyishimiz kerak, uyqumizda vaqtida uxlashimiz kerak, ko'p suv ichib berishimiz kerak. Bulamda tomoq yemayman, ko'ktat yemayman degandek uydagilarni hamda xafa qiladigan ahvol yo'q. Cho'qim tomoqlarni vaqtida yeyishimiz, kechda baldur uxlashimiz, ko'p qanday qilishimiz? Suv ichib berishimiz kerak. Bulamda 14-chi qilib qanday qilamiz degan vaqtimizda agar sal mijozimiz yo'q bo'lgandek bo'lib qolsak, darhol buni ota-onamizga deymiz. Bulamdi? Ana, dada, bugun mening sal mijozim yo'q, sal qizib qolgandek, sal to'nglab qolgandek his qilaman degandek, cho'qim buni qanday qilamiz? Ota-onamizga so'zlaymiz. Eng oxirgi diqqat qiladigan, ya'ni 15-chi qoidamiz nima kichik do'stlar? Agar shunday qizib qolgan, sovuq o'tib qolgan degandek bu ahvollarimiz biroz ig'irroq bo'lib qolsa, darhol eng yaqin bo'lgan doktorxonaga berishimiz va davolanishimiz kerak. Agar ota-onamiz bizni shunday deb doktorxonaga olib beraman desa,
Hergizmi qandaq ota-onamizga "Bormayman, u bu" degandek bahonalarni ko'rsatib, qarshilik qilmasligimiz kerak. Doktorxonaga berib, yaxshi davolanishimiz kerak. Bizlarning bu kasalga qarata asosiy jihatdan diqqat qiladigan nuqtalarimiz mushu qoidalarni yaxshi bilib olayli va yaxshi amal qilayli do'stlar. Agar oilamizda bizdan kichiklar bo'lamdi yoki bizdan cho'nglar bo'lamdi, bularga yaxshi amal qilmasa, shularga bu to'g'riliq bu qoidalarni so'zlab berayli va hammamiz birlikda bularga amal qilib, bu kasaldan, bu virusdan sog'-salomat o'tib ketayli. Bo'lamdi? Undaqda kelaqatim ko'rishcha hammalar salomat bo'linglar, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Allohga emanet.